Assalamualaikum hurmatli mehmonlar. Assalamualaikum ota, ona, aka, hadilar. Assalamualaikum qadrli ustozlar, san'at tuhfarlarimiz, shundoqla televizor ekrani oldidagi aziz qarindoshlar. Hammalarning bosgan qadamlarga marhaba. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyi madaniyat taqdis shakli şirkati va shundoqla Şinjan Bug'ra madaniyat taqdis shakli shirkati birlikda uyushtirgan cho'ntiki televiziya san'at programmasi, Chin Go'zal Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'uch musobaqasi. Chinuri Biyobat texnikasida Sulton zavodida ishlangan go'zallik bilan Chin Go'zal grim buyumlari barliq mayrlarga omad tilaydi. Hamda o'xshashla yana bir qatim eng qizg'in olqi sadolarimiz bilan Ipak yo'li sadosi programmamizdagi yana bir yo'riq yulduz sanalgan Qozog'istondan kelgan Uyg'ur naqshchi mushtarini sahnamizga taklif etamiz.